Laboratoriya mashg'ulotimiz oziq-ovqat mahsulotini aniqlash. Oziq-ovqat mahsuloti tarkibida oqsil, yog', uglevod va boshqa mineral tuzlar va suv mavjud. Men oziq-ovqat mahsulotidagi oqsil borligini aniqlash uchun tuxum oqsilidan foydalandim. Chunki tuxumda oqsil moddasi ko'p. Buning uchun tuxum oqini ajratib oldim, tayyor. Va ningidrit eritmasini tayyorlab olaman. Maxsus o'lchagichdan foydalanaman. Bu qoshig'imdagi og'irlik 1 gramm tashkil etadi. Bir foizli spirt eritmasidan foydalanaman. Yaxshilab aralashtiraman. Laboratoriya jihozlaridan foydalanayotganimizda ehtiyotkorlik bilan jihozlarga va eritmalarga e'tibor beramiz. Endi tayyorlab olgan probirkamizga tuxum oqsilidan quyamiz. Unga tayyor bo'lgan ningidrit eritmasidan foydalanamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Va shtativga joylashtirib qo'yamiz. Endi bu reaksiyamiz davom etguncha biz sut mahsulotidan foydalanamiz. Sutning tarkibida bilamiz, suv, oqsil, uglevod va yog' bor. Xo'p, dastlab sut mahsulotini suv borligini bilish uchun filtr qog'ozni olamiz. Sut tomchilarini tomizamiz. Bu tajribamizni ham biroz kutamiz. Endi probirkamizga sutni quyamiz. Ningidrit eritmasini shu idishga quyib oldim. Sutga ningidrit eritmasidan qo'shamiz. Va spirtli lampamizdan foydalanamiz.
sekin qizdiramiz va jarayonni kuzatamiz. Demak, mana ko'rib turganimizdek, sutning tarkibi binafsha rangga kirdi. Demak, binafsha rangiga kirganligi sababli sutning tarkibida oqsil moddasi borligidan dalolat beradi. Filtr qog'ozimizni olamiz va buni ham ko'ramiz. Demak, filtr qog'ozimizda dog'lar paydo bo'ldi. Uning tarkibida suv borligini bilamiz. Demak, birinchi tajribamizdagi tuxum oqsilidagi ningidrit eritmasi tarkibida mana ko'k binafsha rangga kirdi. Demak, tuxum oqsili tarkibida ham oqsil moddasi borligidan dalolat beradi. Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida oqsil, yog', uglevod moddasi bor. Demak, organizmimiz uchun kerak bo'lgan bu moddalar energiya bilan ta'minlashda yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.